Salom hammaga, u aloqaga chiqadimi? Bugungi mavzumiz shu haqida ko'ramiz. Kommentariy yozganlar, obuna bo'lganlar, layk bosganlarga o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda unda boshladik. Ikkita karta qo'yaman. Ikkita kartadan xohlaganlaringizni tanlashlaringiz mumkin. U aloqaga chiqadimi? Birinchi va ikkinchi kartalarimiz xohlaganlaringizni tanlashlaringiz mumkin. U aloqaga chiqadimi? Ko'ramiz. Birinchi kartamiz yo'lga qarab turgan inson chiqyapti. Juda ham yo'lga qarab turgan inson. Hozirgi holatida qandaydir uning o'y-xayollarida o'zi yoqtirgan insonini atrofida odam ko'p deb o'ylaydi. Juda ham nima deydi? Men e'tibor bermasam boshqa odam chiqadi deb o'ylaydiganmi? Shunga o'xshagan. Chunki atrofga juda ham nazar bilan qarab turibdi. Zimdan kuzatib turgani, nimagadir o'ziga ishonmaydiganligi, lekin tez orada sizlarda juda ham yaxshi yangilik bo'ladi. Chunki bu inson juda ham besabr inson. O'zi aloqaga chiqishga harakat qiladi. Uzog'i bilan 9 kunlarga borishi mumkin. Doimiy o'zi yoqtirgan insoni bilan xayollarida, ayniqsa kechalari juda ham ko'p o'zi qiynaydigan inson. Asosan kim bilandir suhbatlashyapti, kimgadir dardini aytyapti. Bu insonning yonida qanaqadir do'sti bor. Doimiy siz haqingizda ma'lumot yetkazib beradigan yoki siz haqingizda doimiy suhbatlashadigan, o'tgan narsalarni bitta muhokama qilayotganligi, lekin har doim yo'lga qarayotganligi. Bu inson juda ham besabr inson. Unda qo'shimcha karta bilan ko'ramiz. Qo'shimcha kartada nimalar deydi? Qo'shimcha kartamiz hozirgi sizga bo'lgan, sevgan insoniga bo'lgan his-tuyg'ulari. Juda ham yo'lga qaragan, nima deydi? O'ziga uncha e'tibor bermay qo'ygan, juda ham o'zini yolg'iz his qilyapti. Tez kunlarda chiqadimi? Qancha vaqt ketadi? O'yga toladi. Ayrim insonlarda 2 kun, ko'pga bormasligi mumkin. Hozir o'zi qilgan xatolar yana nima deydi? O'rtalaringizdagi munosabatlar haqida yoki ayrim insonlar 3 kishiliklar bo'lishi mumkin. U nima deydi? Arosatda qolgan inson shunga o'xshagan chiqyapti, lekin bu narsaga bu inson yechim topadi va o'zi sizga chiqishga harakat qiladi. Oyog'i bog'liq holda chiqdi. Bu degani ayrim insonlarda o'z imkoniyati yo'q degani. Juda ham nimagadir yo'lga qarab turgani, sizni o'zingizni birinchi qadam tashlashingizni kutayotganga o'xshaydi. Lekin bu inson juda ham besabr. Ko'z yosh kartasi chiqyapti. Bu degani tez orada sizga aloqaga chiqadi. Ana endi ikkinchi kartamizni ko'ramiz. Ikkinchi kartamizni ko'ramiz. Ikkinchi kartamizni tanlagan insonlar qandaydir juda ham bu zarbaga o'xshaydi sizlarga. Qandaydir zarbaga o'xshab o'zingizda ko'plar og'rib qolgan ham bo'lishi mumkin. Mana shu ikkinchi kartamizni tanlayotganlar juda ham yo qattiq urushganga o'xshaysizlar yoki indamay jimjitlikka o'xshaydi. Lekin u inson hozirgi kunda birozgina sog'lig'i yaxshi emas. Atrofida u insonni nima deydi? Kimga dardini aytishni bilmay o'tiribdi hozirgi kunda. Bu qandaydir sizdan bu inson kechirim so'rab o'zi aloqaga chiqadi, lekin bu insonga qandaydir maslahat beradigan insonlari bor. Maslahat beradigan qanaqa, masalan, kimdandir yo ruxsat olish kerak yoki kimdir yoki shunaqa bo'lishi mumkin. Bu inson o'zi xohlayapti, lekin ayrim insonlarda siz o'zingiz masalan bloklab qo'yganmisiz yo o'zingiz to'xtash berganmisiz? Bu inson juda ham xohlayapti, juda ham yaxshi ko'radi. Ko'p o'ylayotganligi, ko'p siqilayotganligi, lekin qarshi tomon meni qabul qilmayapti degan narsa chiqyapti juda ham.
siz bu inson harakat qilib ko'rgan ayrim insonlarda, lekin natija bo'lmaganligi shunga o'xshagan karta chiqyapti. Lekin hozirgi kunda birozgina jim turibdi. Kutadi, judayam sabrli, yo'lga qaraydi, lekin qanaqadir sovg'a, salom bilan ko'nglingizni olishni xohlaydi. Judayam xafa, sizning atrofingizda kimdir bor yoki kim bilandir gaplashadi degan xayollar ham bu insonni judayam bog'lab qo'yganga o'xshaydi. Lekin judayam sabrli inson bo'lgani uchun ko'plar bilan maslahatlashadi yoki o'ziga o'zi ko'p o'ylanadigan inson, yo'lga qaraydi. Bu kartamizni tanlagan insonlarda kamdan kamgina insonlarda o'zi chiqishi mumkin, lekin judayam sabrli bo'lgani uchun sizdagi birinchi qadamni tashlashingizni xohlaydi. Lekin astoydil nima deydi, o'rtasida munosabatini to'g'rilashni, gaplashishni xohlaydigan inson, lekin qandaydir o'rtada uzilish borligi yoki bu o'zingiz yopib qo'yganmisiz shunga o'xshagan, yoki o'rtalaringizda masofami qanaqadir sizlarni o'rtalaringizga rahna solayotgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan kartamiz chiqdi. Endi qo'shimcha kartamizni ko'ramiz. Qo'shimcha kartamizda nima deydi? Bu insonning hozirgi holati. Yo'lga qarab turibdi. Judayam umidi katta. Agar siz o'zingiz to'xtatgan bo'lsangiz, bu insonni kechiradigan bo'lsangiz, yana qayta takrorlanadimi? Yo'q, aksincha qanaqadir xursandchiliklar ko'p bo'ladi. O'zingiz ham agar nima deydi, bu insonni kelishini kutmasdan yoki ozgina bu insonga ozgina imkoniyat beradigan bo'lsalaringiz, sizlarda yaxshigina natija bo'lishi mumkin. Judayam ko'nglida yaxshi narsalarni tugib qo'ygan, sovg'a salomlar, yo'lga qarab turibdi. Qandaydir o'rtalaringizdagi munosabatni tiklashni juda ham xohlaydigan inson. Lekin bu insonni o'zida ham qanaqadir nima deydi, o'zini ayblarini umuman bilmaydigan insonmi yoki o'zini mutlaqo beayb hisoblaydigan insonmi? Faqatgina o'zi ko'p jabr ko'rganga o'xshaydigan qilib ko'rsatyapti o'zini. Lekin ko'nglida faqatgina yarashish, yaxshi his-tuyg'ular shunga o'xshagan kartamiz chiqdi. Ikkinchi kartamizda bu inson, lekin birozgina sabrli inson, o'zi aloqaga chiqadi, lekin ancha vaqt ketadi. Lekin ozgina bu insonga imkoniyat beradigan bo'lsalaringiz, munosabatlar tezda yana izga tushib ketishi mumkin. Ana endi uzoq vaqtdan beri uzilishda to'xtab qolgan insonlarnikini o'xshay ko'ramiz, qanday bo'ladi. Uzoq vaqtdan beri to'xtab qolgan insonlarniki u aloqaga chiqadimi? Kutadi. 3 kishiliklar chiqyapti. Qandaydir uzoq vaqtdagilarda insonlar nima deydi, aloqaga chiqqan taqdirda ham juda ham kech natija agar sizda 3 oydan o'tib ketgan bo'lsa, bu insonni kutmasliklaringizni maslahat beraman, chunki atrofida boshqa inson bor bo'lib ko'rinyapti, lekin sizni ham zimdan kuzatib turibdi. Agar 3 oydan qisqa insonlar bo'ladigan bo'lsa, deyarli nima deydi, bitta joydan ikki joyga o'tish sizlarni masofalaringizni qandaydir to'xtatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Keyin ikki o't orasida qolganlar munosabat sizni tanlaydimi yo unimi? Aloqaga chiqadimi? Judayam kech, chunki aloqaga chiqishi menimcha oson bo'lmaydi. Chunki ikki o't orasida qolgan inson bo'lib chiqyapti. O'xshayliklar yaqin kunlarda gaplasha olmay qolganlarga aytadigan bo'lsam, bu insonlarnikini aytadigan bo'lsam, judayam yaxshi karta. Agar 7 kun ichida bo'ladigan bo'lsa, bu insonlarga albatta sizlarga tez kunda, 2 kun uzog'i bilan 7 kunda sizlarga aloqaga chiqadi. Agar sizlarga meni videolarim yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Hammalaringizga kattakon tashakkur. Sog' salomat bo'ling.
kommentariyalaringizni kutib qolaman. Rahmat. Qaysi mavzularda chiqarishimni yozib ketsalaringiz kattakon minnatdor bo'lardim. Rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.